Alloh Iso alayhissalomga bir podshoni islomga, musulmonchilikka, yakka Allohga ibodat qilishlikka da'vat eting deb buyurdi. Iso alayhissalom haligi shaharga ketayotgan yo'li sahroga kesib o'tish kerak edi. Sahrodan ketayotsalar bir narsaga qoqilib qoldilar. Qoqingan narsani bunday qarasa toshmas. Nima ekan deb qo'llariga oluvdilarki, Bani Odamni, aziz insonni bosh suyagi sarg'ayib chirishga yaqin qolgan, yarimi chirib yo'q bo'lib ketgan kalla bosh suyak. Iso alayhissalom qalblari to'lib yig'ladilar. Yo Rabbim, bu kimni boshi? Bu qaysi bir insonni aziz boshi? Meni yo'limda buni yo'liqtirganing o'zing. Bunda nima hikmat bor? Bu kim bu? Bu sahroda oyoq ostida bir toshchalik e'tibori yo'q bo'lib turgan kim bu? Kimning kallasi edi? Qaysi bir gadonikimi? Boynikimi, shohnikimi, olimnikimi, kimmiki? Alloh taolo aytdi, men til beraman kallani o'ziga o'zidan so'ra. Ey kalla, sen kimsan? Men sultonman, jangchiman, sultonlarning sultoniman. Bir necha yillar oldin shu sahro juda katta obod bir mamlakat, shahar poytaxti edi mamlakat. Meni poytaxtim edi. Men shu yerda sulton edim. Butun yer yuzidagi shaharlarni, mamlakatlarni o'z tasarrufimga olib bo'ldim. Mana shu qo'lingizda turgan kallamda 7 ta gavhar qadalgan, har biri bir mamlakat boyligiga teng 7 ta gavhar qadalgan tillodan toj kiyilib turardi. Oftob urmasin deb xizmatkorlarim soyabonlar ko'tarib yurishardi. Hamma podsholar menga qulluq qilardi. 100 ming askarimni o'zini kamari oltindan edi. Meni askarlarim butun mamlakatlarni bosib olib, hech yengilmaydigan, hamma qo'rqadigan shunday askarlar edi. Kamarlari oltindan edi. Askarlarimni o'zini, vazir va boshliqlarni qo'yavering. Butun dunyo kanizaklari meni saroyimda edi. Har kuni bazm, bironta podsho bunaqa bazm qilaman deb eplolmasdi. Men hadiyalarni, mansablarni o'sha bazmlarda birovga berardim, birovdan olardim. Bir ishoram bilan birovni kallasi ketardi, bir ishoram bilan o'limdan qolardi. Men kimlarga mansab berib, kimlarni mansabidan oldim, kimlarni bir kunda gado qilib qo'ydim. Hamma meni maqtaydi, hamma mendan qo'rqadi. Xazinamda oltinlar, gavhar, tosh, marmar hammasidan bor, qasrlar. Tanim og'rimaydi, bir kasallikni bilmayman, na tishim og'rimadi. O'zim Xudo bo'lsam kerak dedim, deydi kalla. Bir kuni aytdim, men Xudoyingizman, menga sig'ining dedim, deydi. Ana, Xudo dard bermasa, nuqul omad baxt beraversa, xudolikni da'vo qilib qo'yar ekan inson. Birodar, muncha dard berib, g'am berib tursa, Allohni esdan chiqazmay turadi. Shuning uchun aytiladiki, yaxshi ko'rgan bandasiga dard bilan uncha g'am berib turadi. Alloh esdan chiqib qolmasin, bandaligi esdan chiqib qolmasin. Men Xudoman dedim, deydi. Bir kuni kechasi vujudim qaqshab, juda ham qattiq og'riq bilan uyg'ondim, deydi. Ko'zimni ochsam, bir badbashara maxluq tepamda turibdi. Hazrat Azroil alayhissalom yomonlarga yomon suratda keladi. Shu ko'rganni o'zida yurak eti jimirlab, juda dahshatga tushadi. Mu'minlarga eng yaqin odami og'aynisi suratida keladi.
Mo'min odam bu dahshatni ko'rmaydi. Iymoni yo'q haliginga bir dahshatlik maxluq turibdi tepamda. Siz kimsiz dedim. Men joningni olgani kelganman dedi. Askarlarimni chaqiray desam, soqchilar turibdi, chaqira olmayman. Tilim aylanmaydi, ovozim ichimga kirib ketyapti, chiqmaydi deydi. Jonimni olmang. Xazinamdagi bor oltin kumushni oling. Ey lodon inson, bu temirlarga, toshlarga sizlar aldanasiz. Biz farishtalarga bular kerak emas. Jon olguvchiman. Ertalabgacha, bir kun, 2 kungacha muhlat bering. Bolalarim bilan, xotinlarim bilan, do'stlarim bilan xayrlashib olay. Ey muhlat, endi tong otishini ko'rmaysan sen shu kechasi ketasan endi. Rizqing tugagan tongdan. Ozgina havo qoldi. Nafas. Bir gurza urilganday bo'ldi, 360 tomirim uzilganday bo'lib, shu jon berishi o'zida dunyoga kelib 50 yil podshohlik qilganimga pushaymon yedim deydi. Koshki dunyoga kelmasdim-u, bu jon achchiqligini ko'rmasdim. Butun yegan ko'rganlarim burnimdan bulo bo'ldi jon berishdi deydi. Askarlarim saroyda 3 kun 4 kun o'ligimni saqlab, so'ng qorong'i go'rga ko'mishdi. Go'rda ruhim vujudimga qaytdi-da, qorong'ilikda turganimda ovoz keldi. Ovoz keldi. Ey banda, chirog'ing qani? Hamrohing qani? Mol dunyoying qani? 70 yil umr berdim. 70 yil umr berdim. 50 yil podshoh bo'lding. Nima ish qilding men uchun? Meni sen tanidingmi? Bir burda non topsa topib, topmasa yo'q ham bandamidi? Uni ham men yaratganman. Seni ham men yaratganman. Seni shunday imtihon qildim, taningni sog' qildim, behisob mol dunyo, kuch, qudrat, askarlarni senga itoatda qildim, yurtlarni yutishda g'alaba berdim. Men seni shunday qilib turib imtihon qildim. Sen o'zing bir kuni xudoman deding. Chiroq qani chiroq 50 yil podshohlik qilib. Agar masjid, g'aribxona, yetimlar holidan xabar olganingda, madrasalar, masjidlar qurganingda shular chiroq bo'lardi senga. Sen ularni buzding, vayron qilding, yetimlar o'ldi, g'ariblarning sonini ko'paytirding, sen qirding, mol dunyo yig'ding. Hamroh bo'lardi namoz o'qiganingda. Sen namoz o'qimading, yo'q. Sen o'zingga o'qishni talab qilding. Ibodat, namoz o'qiganingda hamroh bo'lardi. Qani ey bandam ayt, dedi deydi Alloh, u ovoz senga endi beradigan azobim to'g'rimi? 1400 yil bo'ldi ey Allohning payg'ambari, azobdaman, azobda ruhim, juda qattiq azobda, duo qiling men musulmon bo'lay dedi. Isa alayhisalom haqqiga duo qilmoqchi bo'lganda Alloh aytdi, ey Isa ovora bo'lmang. Har kim qilsa tirikligida qilsin. Tirik paytida qilsin. Bunga juda yetarli muhlat berganman. Qilmagan edi. Bu qilmishini azobini tortadi. Siz hozirgi tirik podshohga borib buni yetkazingki, bilsin. Bu dunyo hammadan o'tadi, ketadi. O'lim haq. Hech kim abadiy qolmaydi. Yolg'iz go'rga o'zi kirganda hamroh bo'ladigan, qorong'i go'rini yoritadigan amallarni qilib qolsin har bir inson. Odamlar 5-6 tanga puli ko'payib, ular qaytda u podshoh ham emas. 5-6 tanga ko'payib qolgan, bosar tusar boshqacha. Ko'rish boshqacha. Masjiddan gapirmang. Unga chet mamlakatlardan gapiring, boshqa narsalardan gapiring.
bilmaydiki, shularni qiziqtirib, yurg'iztirib turgan Xudoning bergan joni. Haligi zo'r mashinani ham bunda Alloh jonini olib qo'ysa, bitta og'zini yumishga ham arzimaydi u mashina haydash yo'lda tursin. Birodar, jon chiqqan kuni 20 sotik hovlingiz bormi? Gektar bog'ingiz bormi? Bir kun sig'maysiz, ha? Bir kun sig'maysiz. Xaloyiqlar mozoridan 2 gaz joyni Go'rkovdan so'rab, mana qog'oz mana shu yerdan aka endi deb iltimos qilib, o'sha do'ppayib turgan go'rning yonida 2 gaz joy sizga nasib etib turibdi, nasib qilsa. Qoldi. Zo'r kiyimlar emas, oddiy surubga o'rashadi. Mashina qoladi, yog'och ot. Hali siskanib, haligini ko'rgiz kelmay, ko'targiz kelmay yurganlar bo'ladi, tovut ko'tarishdan ham qochib. O'shani ichiga tushasiz. Yana qaqa olib kelishadi. Masjid desa, boshqa joydan aylanib 5 so'm o'tib ketsa, kechasi uyqusi kelmay, masjidga 5 so'm o'tib, ana o'sha yoqqa olib kelishadi. Ko'tarib. Oyoq bilan kelmaganni ko'tarib olib kelishadi. Ana shu yerda keyin bu yog'i Alloh o'zingga havola, endi kim edi bu? Allohu akbar deb qo'yiladi. Ana keyin hech umringizda kelib ziyorat degan narsani bilmaydiganlar borda shular. Ana o'sha joydan olib kelib o'sha yoqqa tiqib qo'yiladi. Endi u yog'i shu bilan tamom. Alloh hukmini ko'rasiz. Alloh taolo egam oxiratga nima qilgan bo'lsangiz, o'shani ajrini olaverasiz. Tirigimiz hushyor bo'ling, vaqtni g'animat biling.